bir yigit Hazreti Umar'ı oldiriga ketdi. Bir yigit Hazreti Umar'ı oldiriga ketdi-da, "Ey Umar odil" debdi. O'lgan dunyodan o'lgan otamni eslab uyga odam chaqiryapman. Siz ham keling, sizni ham taklif qilaman debdi. Shunda Hazrati Umar so'rabdilar, "Bu marosimingga o'lgan otangni ham chaqirdingmi?" debdilar. "Ya, otam o'lib ketganlar-yu, qanaqa chaqiraman?" deganda, otangni ko'rgan, bilgan, tanigan yaqin insonlari, ulfatlarini chaqirdingmi? "Ha, chaqirdim. Otamni ko'rgan, bilgan, yoshligidan birga katta bo'lgan yor do'stlarini chaqirdim" deganda, unda otangni ham chaqirishsa degan ekanlar. Aslida shunaqa.